بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني سورة البقرة 25. ayette Allah Teala ilgirgi ayette kafirlerin ahvalini sıfatlarını ve ulağa kılgan tehditlerini bayan kılgan iken müminlerin ahvalini bayan kılış düştü. Ve beşşirillezine amenu ve amilus salihat iman etkan ve salih amellerini kıyğanlığa kuş bişaret bergin dedi. Vel me'muru bi kavlihi ve beşşir Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bişaret bergin diyen buyruktaki şu buyurulgan kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru dedi. Ev kullu ahadin ya ki her bir kişi kılıngan hitap olsun bula orada dedi. Bu hâzâ ahsan bu tekimi peyze dedi. Tekimi yakşı. Bunun için yani Resulullah sen kuş bişaret be. Ey müminler falan Abu Bakır, Ömer ve bunun kim dünya kılgan her bir mümin kimi kuş bişaret be davet ediyor. Yani bizler kimi davet ediyor. Bişaret verdi. İman etkan her bir mümin başkalarına şuna kuş bişaret bergen deb buyuruldu. Allah Teala Resulullah kitap kıldı. Ey Muhammed kuş bişaret verdi. Yani bak ikinci qarashda ey mümin sen kuş bişaret verdi. Demek sen şu iman etkan salih amellerini kıyğanlarını bişaretlendirgin davet ediyor. لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على البشارة به. Nimişin şu tekhin peyzi olur damda ikinci qaraş ise çünkü bu bişaret verildiğin bu mesele, bu tema bunun şanı nayet katta olganlıktan, nayet ulug olganlıktan bir iş. Bişaret beraleydiğin kişi olsa, bişaret berişke layık katta bir iş ligini bildirdi. Ve huve ma'tufun ala fettaku. Yani bu ve beşşirillezine amenu diyen bu cümle fettaku diyen buyrukka atfılgan dedi. Fettakunlar. Yani ve beşşir. Kema tekul ya bani Tamim ihzaru ukubete ma ceneytum ve beşşir ya fulan bani Esedin bi ihsani ileyhim. Huddem de adette manda digininde okşaş dedi bu. Tamim cemaati sizler uzanlarının kılmışlarının cezasından nazar eylanglar. Palani Bani Esed'ke mening yaxshilik qildiganligimdan xush bisharat bergin degandek deydi. Yani ikinci bisharat berishga buyruqni yolg'iz biraylarga xitob qilgandek ekeldi. Ev cümleti vasfı sevabil müminin ma'tufa ala cümleti vasfı iqabil kafirin. Ya ki müminlerge munda katta sevap verilishini süpetleyen muş cümle kafirlarga qattiq jazo berishini süpetleyen cümlege atf qilingan deydi. Xuddi masalan kaqavlika Zeydun yuaqabu bil qayd vel irhaq ve beşşir amran bil afv vel itlaq. İrhaq degan qattiq charchitish bil qayd degan kishan. Bu adam da vel besharatu al ikhbaru bima yuzhiru surural mukhbar bihi. Bisharat degan nima? Xabar berilgan kishini xushallantirgan, xushalligini izhor qiladigan narsa. Va min thamma qala al ulama, shunga bunda bo'lgan ekan, bu yerda olimlar bunda dedi. Iza qala li abidihi ayyukum basharani bi qudumi fulan fa huwa hurrun. Qullarga qasinglar falanning kelganligidan bisharat bersanglar, shu azod degan bo'lsa bir xo'jayin tabashsharuhu furada. Sonra her biri ayrım bisharat verse kulları hocayınıga. Falanı keldi deb yugurib kelmez. O tiqa avvaluhum. Aşuların dastlabki bisharat bergini aşu azat olib ketadi. Çünkü dastlabki bisharat oldu. Undan keyingi o bisharat olmaydi. Çünkü o xabarda bo'lib bo'ldi. Liyanahu vallazi azhara sururahu bi xabarihi dunal baqin. Çünkü aşu dastlabda aşu xush qilgan odam shu. Ama undan keyin toza unda xush bo'lib ketadi. Çünkü o kelganligini bilib bo'lgan. Bu hamda vaqtda nimada talashtash bo'lgan masala. Yani dastlabda xabar berganni bisharat deymiz. Kullu vahid bilan Resulullah'ın müsaadesiyle kişi falan Resulullah bakalım şerif oldu. Lekin bu kishilar yanılıp turdi emasmi? Yanadan tug'ilib turdi, yanadan paydo bo'lib turdi o'g'an ekan, shu har bir kishi desa shudir. Yoki iliqqa nimaga o'xshash? İkinci bir qarashda tavjih qildi-ku. Mesela bu intayin katta ulug' bir ish bo'lgan ekan,
Xuddi har bir odam bunda xushbisharat basmo bo'lgandek. Har bir odam yugurib kelib, "Voy, bunda ish bo'libdi, bunda bo'ldi ekan" deb bir bisharat berishga loyiq ishchikidek bir xil mubolag'a deydi. Demak, bu yerda shu qaysinglar faloni kelganlar xushbisharat bersa dedi. Endi ikkinchi qatimda "Valau qala akhbarani makana basharani utiqu." Agar dastlabki jumlada qaysinglar menga xabar bersa degan bo'lsa, bisharat bersa degan bo'lsa, endi har biri kelib xabar bergan bo'lsa, faloni keldi deb, bu chaqda hammamiz tang azotlanib ketadi. Chunki hammamiz xabar bergan bo'ldi. Nega ilgirda hammamiz tang bisharat bergan bo'ldi. Chunki birisi bisharat bergan bo'ldi, qolgani xabar qilgan bo'ldi. Chunki ikkinchi ahvolda hammamiz tang xabar qildi. Ya'ni olimdagi hammamiz tang bisharat berib qolsa, hammamiz tang yugurib kelib bir ovoz bilan bunda bisharat hech qaysi azotlanmaydi. Bu hamda shu usul fiqhda ayrim bahs qilingan masala. ومنه البشرة لظاهر الجلد. Yani bashra degan terining eng usti qavati sirtini bashra deydigan gap bor. Bu shu eng dastlabki degandek, eng sirti, tunjisi degandek bildirdi. Va tabashir as-subhi ma zahara min awail ad-dawihi. Tang nuri deymiz ama Uyg'urcha. Tabashir as-subh degan tang nuri deymiz. Bu borma deydi. Belki borma aqo'g'anlikdan shunday degan bo'lsa mumkin. Demek bir şey tang nuri desa, şu kunda tang atgan chaqdagi dastlabki yo'riqlikni tang nuri deydi. Va amma fabashshirhum bi'azabin alim. Endi hozir başlama gördük. Yani şuna beşer deganmi? Beşer deganmi? Nima uchun beşer deb atalgan desa, shuni chetishgan. Beşer degan terisini to'plab turmaydigan, terisi ochiq turadigan demakchi. Yani dastlabkilik ma'nosi bor. Sabr shoirning g'alvasidan kelib chiqqan inni xaliqun basharan min tin. Basharan deganligi bundan ilgari unda inson yo'qdi deganni bildirdi. Dastlab qilib kelgan demakchi. Yani shu bashar bilan munosabatli. Basharning dastlab xabar qilgan Peki unaga nimada turadi? Maryam Alayhisalomning qisda "Inna minal bashari ahadan." Va shu chaqligini bashar dedi. Nima dastlabki nima qilgan masbuq yani oldida unda nima o'tib ketgan bo'lsa-mu, ya'ni bashar deb ataladi. 25 yil izlanib kitob yozib, nolga tanlab chiqqan. Va amma fabashshirhum bi'azabin alim. Ma ayat kasak deydi. فمن العكس في الكلام الذي يقصد به الاستهزاء الزائد في غيظ المستهزئ. Mesxire qilgan kishini texmi achchig'ini keltiradigan, ortiq mesxire qilishdan iborat deydi. Bu ta'tu gap bu. Shu shari bagin deymiz endi. Shuni tarjima qilgan chaqda qattiq oqibatlik, alamlik azob bilan xushbisharat ber deymiz. Xushbisharat bergini xuddi masalan qarshi tarafdan qattiq ig'ir qilgan gap ma'lum. Ta'tu gap ku, nima Qashqardagi pishlik gapga o'xshaydi. Ba'zida mesela sili degan shaklda xitob qilsa, qarshi tarafga qattiq tegadigan gap. Hurmat sizga. Nima? Zuq innaka antal azizul karim. Ya bu texama qattiq zarba berishdan iborat, gapni so'qashdan iborat, masxara qilishdan iborat. Bu tahakkum deymiz. Ta'til degan so'z. Kama yaqulu rajul li'aduwi abshir biqatl zurriyatika wa nahb malik. Xudda bir kishi dushmaniga deydi, "Asli balcha qalma o'ldi, mol mulkingni bulab tandiganligiga bisharat olgan, san qo'sh xabar" degandek. Was-salihatu nahul hasanati fi jariha majra al-ism. Salih degan va amilus solihat degandagi ko'plikning mufradi. Bu nimada hasana deganga o'xshash. İsmning o'rnida turgan narsadir salih. Was-salihatu kullu mastaqama min al-a'mal bi dalil al-aql wal-kitab was-sunnah. Sunnatga, kitobga muvofiq holatda aqlmo buni qo'llaydigan uch tarafdan dalil isbotlangan ravus ishlar salihat deb ataldi. Ya'ni yaxshi amallar degan bu. Nima? Demak, hozir shu amallarni ism bo'lib ketgandek bo'ldi salihah degan, ha? Xuddi al-birr desak. Yaxshi ism bu, ismun jami' li abwab al-birr deymiz. Abwab al-khayr. O'sha bu yaxshi amallar shuning ismi bo'ldi. Wallamul jins, endi lam jins va lil istighraq deb ikki ayirdik biz. Jins desa va amil solihat degan solih amallarni qilgan. Hammani qilmagan, ammo salomni ba'zini qiladi. Chunki bir odam butun dunyo salomini hammani qila olamdi, qilolmaydi. Lekin jins bilan istighraqning ma'nosi o'sha yerda ayrildi. Ya istighraq vosita dunyoda shu bir talma solih amal qo'ymay hammani qilganlik bo'lsa, u mumkin emas. Unda adam yo'q.
Lekin bu yerda salih amallardan bir qismini qilgan. Ha. Qancha bo'lsa qilgan. Wal ayatu hujjatun ala man ja'ala al-a'mala imana. Bironta bir oyatning tafsirida amal iymonning juzi emas degan shu qarashni tarjih qilgan. Bu shu oyatmi shu emasligini bildirdi dedi. Li'annahu atafa al-a'mal as-salihata 'ala al-iman va 'amilu as-salihat deb iymonni bir deydi, iymon aytgan va yaxshi amallarni qilgan deb uni atf qildi dedi. Val ma'tuf g'ayru ma'tuf alayh. Odatda bu lug'atshunoslikda mashhur bir qoida. Bu ba'zi tasdiqlangan ba'zira. Lekin normaldan da bu aqdigan gap. Va la yuqalu innakum taqulun. Va la yuqalu bildiran so'zmi shu? Va la yuqal. Bu bir istiloh bu. Mesela qila qulna. Mesela lana degan nimani bildirdi? Daliluna degan bo'ldi. Va la yuqal degan e'tirozni iftiroz qilib, unda uni raddayverish. E'tirozni iftiroz qilib, unda uni raddayverish bor. Bu amal hozir iymonning bir qismi emasligini bildirdi dedi. Lekin sen bunda deb turmasan bo'lmaydi. Shun ma'lumda. Qarshıdan e'tirozni beklab, uni raddayvermoqchi. Ya'ni bunda deyilsa bo'lmaydi dedi. Innakum taqulun. Ya'ni bizga hozir amal iymonning bir qismi deb qaramaydiganlarga xitob qilib, sizlar bunda deysizlar. Yecuz ayyadkhulul mu'minul janna bidunil a'malis salihah. Yani sizlar unda olsa mu'min adam amal solih qilmasmi jannat chiqdi deydigan o'xshamamsizlar. Desang qamlashmaydi bu dedi. Nima uchun? Ayg'id dedi. Yani sizlar mu'min kishi solih amalni qilmasmi jannat kirishi joiz bu deysizlar. Alloh taolo jannatni bishoratladi shunama. Kimga? Iymon etgan va solih amalni qilgan. Yani demak ikki narsani jamlagan. Ma'qul uning boshqa deydi. Ikkini tang vujud chiqargan bo'lsa, undan bishorat bergan tusa deydi. Lekin sizning bu e'tirozinglar, yani bunda e'tiroz qilsangiz qamlashmaydi dedi. Hozir shu qarshilikning e'tirozi. Bunda deb turasang bo'lmaydi. Nima uchun? Lianna bisharatul mutlaqa bil jannati shartuha iqtiranul amal solih bil iman. Chunki mutlaq jannat bilan bishorat berish, iymon bilan amal ikkisi birga kelsa, bu xuddanda jannatning o'sha ochqishni berib aytgandekdan bo'ldi. Yani iymon aytib, yaxshi amalni qilsam, bo'ldi, jannat shirsa. Mutlaq jannat chigishimiz. Lekin iymon aytib amal qilmaganlicha va la naj'alu li sahibil kabirati al basharatul mutlaqa. Endi biz bu sen e'tiroz qilganingga hozir bu bizning ahvolimiz tushmaydi. Chunki biz cho'ng gunoh qilganlarni unga mutlaq bishorat berilgan jannatning ochishini olgan demaymiz deydi. Biz cho'ng gunoh qilgan bo'lsa-mu, uni jannat chirdi desak to'q andan sizning e'tirozing keldi. Ya'ni bu oyatda allazi amanu va amilus solihat davatsa sen salih amalni qilmay gunoh qilgan o'dil jannatda da'atsango degandek qilib qoldi dedi. Chunki biz hozir unda salih amalni qilgan, iymon etganlar Alloh taolo o'dil jannatga yetadiganlar bular. Ammo salih amalni qilmaganlicha iymoni bor, lekin ular amalni qilmaganlikdan ya azroq masala bor deymiz. Ya'ni bu iymonga munosib siz boshqa bir kashalar. Kichik gunoh qilmasmi Alloh Tüzüdü ama çoğun günah kebirde. Yani çoğun günah kıyallar bu mutlak bisharat yok. Belki onun aldı bilen biraz tazılap. Hatta günahı layık cezalıgan iken ondan çıkışı mümkün. Lekin iman var bunda. İman var iken kılmışları tüpeyledim. Yatıdı demek. Bel nusbitu bisharatan muqayyada bi meşiyetillahi inşa gafaralahu ve inşa azzabahu. Demek biz hem de iman etkanlar emel kılmışımı bir beşara muqayyada var. Bunda iman boğallıkta Allah Teala onun kılmışları amel salihat kılamagan bolsa Allah Teala onu keçiresi bel keçiredi. Lekin bu iman yok demdi o. Yok iman var. İman var. İnşa gafaralahu ve inşa azzabahu bi kadri zunubihi mana. Günah qancha bo'lsa shunga loyiq azoblagandan keyin chiramdi jannatga deyish mumkin deydi. Demak, bu amal nimaning bir parchasi deb qarsak, bu oxiri intayin xatarlik natijalar. Agar gunoh qilgan, ma'siyat qilgan shu kofir deyishga ilib borgan gap. Masalan, zina qilgan kofir deydi. O'g'il qilgan kofir deydi. Xatarlik bor. Usida g'alazni zan hinaydi va mu'min. Va la yusriq hinaydi va mu'min deya bunda islam. Undan keyin darhalla buni kofir yani o kim o'g'irlik qilgan oltidan keyin o'ngshalsin yoki uningdan keyin boshqa ahvolda bo'lsin, kofir deb yetishga ilib borgan. Chunki bu asi bo'lgan. Demek bu iman bu ayrı mesele, amel ayrı mesele. Amel kudret imanın meyvesi desek. Enne lahum cennet. Yani ulağı cennetler bilen bisharet bergen köptük ya cennet bisharet. Hazır bisharet cennetinin. Bisharet hadi de. Ne bilen bisharet vermez? Enne lahum cennet. Aşulağa
iymon etgan, yaxshi amallarni qilganlarga ko'p jannatlar bor ekanligi bilan bishorat berdi. Va mawdu anna va ma amilat fihi nasbu anna bilan anna mansub qilayotgan mubtada xabarga masalan bu ikkisining o'rni mansub holatda. Bashir hada degandek masalan. Anna lahum jannat degan maf'ul bi degan, bashirninki maf'ul bi deklar. Yani bashir hadi ikki maf'ulni o'z ichiga oladigan, bashirhum hada degandek. Avlaga mana bisharatlar degandek. Demak, ma'vo anna lahum jannat fi mawdu nasb ikkinchi maf'ul desak bo'ladi. An-nasb bi bashir deb o'zgartiramiz. Bashir bilan maf'ulun bi bo'lib ketdi demakchi. Endi Sibaviy xilafan lil Khalil. Demak, bular ustoz bilan Sibaviy xilotlashib qopti. وهو كثير في التنزيل تنزيل النضاق قرآن الكريم ده وكب يعني وحيدة والجنة جنة جنة البستان من النخل والشجر المتكاثف متكاثف بس بكبرخسان نار جرالش بيتكن ده كب خيا يمانده درخ وخرما عندنا ممكن تزلجم بكبرخسان بالبستان ibaret. Biz daha cinnin mesela tahlil kıldık mı etkende? İnsan bilen cinnin. Cenan diyen, cinnin istidardan kelip çıkan. Cenan hafi. Hafadan istidardan kelip çıkan bizo. Muşu cennan şu anda kelip çıkan. Ve terkib diyen nima? Yani canana degandek. Muşu Arapning muşu tuzilishi, muşu qurilmasi nimani bildirdi o? Alamani satran, yo'gash, ustini yepish degandek. Va minhu al-jin, mana jin deganmi inson ko'rolmaydigan mastur bir narsa bo'lgan ekan, bu jin deb atalgan. Junun deganmi aqlni yo'g'itadigan narsa bo'lgan ekan, junun deb atalgan. Janin deganmi onaning qo'sqida, baliyotqining pardasi, qo'saqning pardasi ikki qat parda bilan yo'g'ildigan bo'lgan ekan, janin deb atalgan. Vel cünne bu vikaya, şunama bu mu enda qo'dashdan iborat bo'lgan ekan, vikaya, sitr deb atalgan. Vel jan deganmi shu jin, shunama enda maxfiy bo'lg'uchi degan gap. Vel jananmi bu insonning qalbi, ya'ni ko'krak buni qoplab turgan bo'lgan ekan, yo'g'ab turgan uchun janan deb atalgan. Mijanna deganmi qalqon, chunki odamni daldolab to'sadigan narsa. Va sumiyat daru thawabi jannatan lima fiha min al-jinan. Savab berildigan o'rin deydi, oxirat deydi. Jannat deb ataldi deydi. Ya'ni savab berildigan o'rin degan savobga erishtiriladigan o'rin, ya'ni jannat. Ne'matga sazovor bo'ladigan joy jannat deb ataldi. Lima fiha minal jinan, chunki uningda nurg'un bo'kbag'raqsan, noz-ne'matlik bog' bo'stonlar bor. Tushunami? Vel cennatu mahluqatun liqavlihi ta'ala uskun anta ve zawjukal janna khilafan li ba'dil mu'tazila. Evet, ehli sünnet cennet burunumda yaratılıp bo'lgan deydi. Maxluq degan burunni yaratılıp bo'lgan, ya hozir endi buniki yaratilamdi degan gap ma. Burunni yaratılıp bo'lgan deydi. Lekin mu'tazil cho'ya burunni yaratib qo'ysa, odam chimsa, baka turamdi, baka Alloh taolo abas bema'nish qilgan bo'lib qoldi, vaqtida yaratdi deganda bunda qaraydi. Lekin bu hamda albatta bunga talashda sabab bo'lgan nususlar bor. Shu Odam alayhisalom tug'an jannat shu insonlikning mukofotlangan jannat shumi emas bu. Chunki Odam alayhisalomnikida vasvasiga duchor bo'ldi, cheklangan daraxt botdi, uningdan chiqatdi. Ya'ni jiq bir ehtimollik bo'lgan ekan, shayton chirardi. Jiq ehtimol bo'lgan bu emas dedi. Demak, bu hamda shu emasdi, jiq talashdi. Lekin ahli sunnatning qarashida Rasululloh u jannatni ko'rgan, Isro Mi'rojimiz bo'lsin, yoki namozda turib oldida jannatning sabqini uzgili qo'yib qolmasdan, demak, nurg'un ahvolini ko'rgan. Bu yani baliqni bildirdi deb qaraydi. Yani hozir maxluq, yaratilib bo'lgan holat. Bu bir kalomiy talash tartisi iborat. Endi hozir yaratilgan bo'lsin bo'libdi, ki vaqtda yaratilgan bo'lsin bo'libdi. Sen buni talash tartisi qilmay, buni bahs qilmay, shu qanday kiraman deb shuning musun? Yani kim yaratilgan bo'lsin-mi? Buni yaratilgan men qanday chirma shunga deb bütün diqqating shunda bo'lsin. Ama buni yaratilganmi, yaratilmaganmi deb bu xuddi ortiq rafahiyat talash tartisi iborat. Qiyil gap topolmayman. O taraf bahs qilgan. O'zalqa Ibn Abbos radhiyallohu anhudan so'rayotgan bo'lib, qo'qonoqchidan birisi. Sulaymon alayhisalom hududni topolmay izlagan chaqda hudud yo'qolib ketgan. Shu chaqda hududni nimaga evatgan bo'ldi? Nima vazifalar yo'qolib ketgan bo'ldi? Nima ketgan bo'ldi bu? Mana yer ostidagi suv manbalarini tekshirishga evatibdi. Sulaymon alayhisalom. Tekshirib olinib Bilqisninki misli qarab qoldi bu. Hep ondan buni texnik aniqlab shu ahvolni bir yetkazay deb texnik ya saqlab turib, unda hamma ahvolni egallagandan keyin Sulaymon alayhisalomga berib yetkazdi shunami. Lekin uninggacha Sulaymon alayhisalom achcha keldi. Nega yo'qolib ketgandi bu? Demak, bu ortiq bir ish. Kalam. Ibn Abbos yer ostidagi suv manbalarini tekshirishga evatgan. Chunki o'patninki yerning tigida suv olsa biladigan iqtidori bor ekan. Da
uçup suv qalsam yerdan suv chiqdi ekan, ama to'pining ostida suv bor ekan deb bilaylik. Ya'ni o to'qinoq chiqib, o'sha yerning ostida suv borligini bilaydigan o'sha o'pakka bir qapqanni to'pining ostida quruq bo'lsa ko'maydi-ku desa, idaja al-qadar lam yanfa'al hazar. Ejal kelgan chaqda har qancha hazar aylasimi, o'pak o bilaman bo'lib ketsin foydasi yo'q. O'ldigan chaqda o'ladi. Demak endi o'pak nimaga yotibdi ekan? Bu munosabat. Shu Alloh taolo ayni munosabatsiz narsani Qur'on Karim bayon qilmaydi. Yani foydasiz, yani bilmasangiz yengil, bilsang foydasi yo'q. Va ammasam da ortiq bahs uchun iborat. Mushu haqiqiy insonga foyda yetkazgan ilmdan odamni mashg'ul qilib qo'ygan narsa. Endi ahli sunnatning qarashida, Odam alayhisalom bilan Musa alayhisalom takallashdi shundami? Sen bunda bir xatoni qilmagan bo'lsang, butun shu farzandlaring bundan nimadan chiqarmagan bo'lg'itdi. Deb bunda benim keyin Odam alayhisalom Musa'ni yangdi degandek masalan. Oyinda dalillanmasa jannatninki, jannat ekanligi ham burundan tortib yaratilib bo'lganligini bildirdi. Xil burun yaratilib bo'lganligini bildirdi. Boshqalar ayında vasılsa şeytanın uyarı olduğunda daraxt yemi degan çektim ayında Adam Aleyhisselam'ın çıketkenliği bunu gözütüp bu cennet emezdi. Hazır bu baş cennet öz vakti yaratıldı dep qaragan. Bu anda shundaroq deb o'tib ketsek bo'ldi. Quruq tanlashtiramiz. Va ma'na jam'al jannati va tankiriha anna al-jannata ismun lidar thawabi kulliha. Yani bu cennetne cennet deb ko'p holatda ekilishning ma'nosi va nakira altida ekilishning ma'nosi cennet aşı savob beradigan joyning butun ashining hammaningki ismi deydi. Ve ya müştemilatun ala cinanin kathira murattabatin maratiba bihasabi a'malil amilina li kulli tabaqatin minhum cennatun min tilkal cinan. O savab berildiği oran nimini o'z ichiga oldi? Nurg'un jannatni deydi, ko'p jannatni. Ashu salih amallarni qilgan jannatga loyiq bo'lganlarning amallariga yarasha har birisiga muayyan darajadagi jannatlar bor deydi. Ay jannatlar. Adaqa Rasulullohdan bir ayol kelib o'g'liga bir yov o'qitib ketib, ona Rasululloh so'raydi ekan. Mening o'g'lim jannatmi, do'zaxmi? Agar jannatni qilgan bo'lsa, men tez yig'lay. Jannat qilgan bo'lsa, men yig'layman. Ya'ni ekan, o jannat degan o necha jannat o? Bir jannat emas, sizning o'g'lingiz Firdavsul a'loda degan. Sahih Buxoriy degan. Demak jannat necha? Lekin jannat hozir ko'pdir, jannat shunami? Jannat necha jannat bor? 8 jannat do'zaxda qolgan. Yo'q, 8 jannat emas, jannatning darvozasi 8. Do'zaxning 7. Va darvozaning bo'lmasa. Qur'on Karim laha sab'atu abwab deb Qur'on Karimda bor. Do'zaxning 7 darvozasi bor. Jannatning 8 degani bir hadisda jannatning 8 darvozasining qaysi bizdan xalqimdan kirdi deb qoldi. Demak, bu 8 darvozasi borligini bildirdi. Endi jannat necha o'zi? Jannat adn, ma'wa, al-khuld, firdaus sanası qil chiqadimdi. Lekin bu balki maratibli bo'lishi mumkin. Hozir masalan bino o'ylaganda darajatga o'xshash bo'lmasa, albatta hamda first class bilan nima o'xshamaydi? Aeroplanninki birinchi darajasi bilan ekonomik klass ya biznes klass havo. Bunda birinchi darajaga chiqib siz o'tirolmaysiz. Buni chiqmaganlar shuni o'tirdi. Yoki daraja ufuqiyya masalan, bunda shunda azoda, tamoqlarni alayda, xizmatni alayda daraja. Davomli uni chirdigan bo'lsa va chirib o'tirib bayram bo'lgan bo'lsa, uningdan saz amal qilganlar nima farqi uni? Albatta farqi bo'lishi kerak. Lekin ba'zi olimlar jannat tut jannat san tut degan. Chunki Ar-Rahman surasida "Valiman khafa maqama rabbih jannatan" ani va min dunihima jannatan. Naki tut jannat oldi. 8 degan xuddi jannatning oldida bir darvoza, orqada bir darvoza bo'lgandek, tut jannatning 8 darvozasi bo'ldi. Tamanda da paqillar. Lekin anda jannatul khuld, ma'wa, al-firdaus, na'im, ya'ni manda ismlar bu martaba ma'lum o'rinlar qarta deyilgan. U jiqolishi mumkin. Adn masalan. Jannat adn. Firdaus deganimda so'rgan eng oliy jannat. Yuqorisi, eng yuqori martabali bo'lishi mumkin. Lekin o'rinjatning o'ttirisi. Agar o'ttirisi shu eng usul. Firdavsul a'la dedi. Sizning o'g'lingiz Firdavsul a'lada. Eng yuqori martabalik Firdaus degan jannatda dedi. Demak bu jannatga munosabatlik darajalari va ismlari soniga munosabatlik gaplar. Tajri min tahtiha al-anhar. Uning ostida daryolar oqadi dedi. Tahtiha deganki daraxtlarning ostida degan bu. Al-jumla fi mawda nasb sifatun lil-jannat. Bu jannat qanday jannat desa tajri min tahtiha al-anhar dedi. Demak jannatlarning sifati. Shunami? Wal muradu min tahti ash-shariha. Tajri min tahtiha deganda
tahta eşjariha degan bo'ldi. Daraxtlarning ostida suv eqib turdi deydi. Kama taral ashjara nabitata ala shawatil anhar jariya. Ashu o'stan daryolarning qirg'ida o'sib qolgan daraxt bo'ldiga, shunga o'xshash va qirda daraxtlar va daryoda suv bor deydi. Tuproqlar albatta jannatning tuproqi bor. Miski ambardan tuproqi. Va inna turabahal misk va anharul jannati tajri fi g'ayri ukhdud. Maga diqqat qiling. Jannatning daryolari unda bir eriq yoki unda nimada bir o'ydanchilikda nima qilmaydi deydi. Bu degan bir eriq nima shunami? Ma dunyodagi daryolar qanday? Bunda eriqdek bir chuqur bo'lish kerak. Ya'ni ko'langan, endi ko'linib qolgan yer bo'lish kerak. Lekin u jannatningki daryosi zaminning ustida bunda vaqti. Bu daryoda sut va asal va aroq va laddatul sharbin g'ayri uqtud. Uyman istemez şu. Endi uymanda nima qilmay shu tuzlanlikda qido degan ma'noda. Wa anzahul basatin ma kanat ashjaruha mudillatan wal anharu fi khilalaha muttaridatan. Anzah degani bu tanazzuhdan chiqqan. Ya'ni eng sayliga loyiq, saylik qilishga, sayl tomoshaga eng loyiq bog' bo'ston degan qanday bo'ldi? Mutanazzah deymiz-ku, nuzha deb qo'ymaymiz masalan. Sayliga yani en yaxshi sayliga bo'stonlarning ichida qolsa, makan ashara mudilla. Daraxtları soy tushirib turadigan, o'stan daryolari orliqlarda eqib turadigan, muttara degan jariya degan bo'ldi. Val jaryu al-itrad mana. Eqib turish degan mush itrad degan shu deydi. Wan nahru al-majra al-wasi'u fawqa al-jadwali wa duna al-bahr. Nahr degan nima desa, oqadigan joyi keng bo'lgan suvdan iborat desak bo'ldi. Oqadigan joy. Bu o'stan ya eriqdan cho'ngroq deydi. Lekin dengiz bunda okeanlardan kichikroq. Demak bu hozir eriq o'standan cho'ng. Anda cho'ng dengizlardan kichikroq. Bunda oqadigan daryo deymiz. Yani daryo. Uyg'urcha daryo deymiz. Yuqalu lin nahru Misr. Nil daryosini Misrning daryosi deb ataydi deydi. Val lughatul ghalibatu nahrun. Demak ko'pincha bunda nahr deb ataymiz deydi. Nahara degandan kelgan deydi. Bu nahara degan tarkib nimani bildirdi? Nahara degan mush modda kenglikni bildirdi. Va isnadul jari ila anhar majazi. Daryolar aqdi dedi-ku. Amaliyotda daryolar aqmaydi. Daryoning suvi aqdi. Demak mishada jariyani isnad qilish majaz. Mecaz mursal bi'tibar al-mahalliyya. Çünkü su daryoda o'rnagan. Navonken şu o'rnan. Ve innama urifa al-anharu li'annahu yahtamilu an yurada biha anharuha fa'uwida at-ta'rif billah min ta'rif al-idafa. Hem ya da tecri min tahta al-anhar dedi. Ma'rifa keldi dedi. Li'annahu yahtamilu an yurada biha anharuha. Çünkü bir yerden cennetning daryolar ko'z tutilgan bo'lishi mumkin. Yani enharuha demekçi. Tecri min tahtiha enharuha degan bo'lishi mumkin. Jannatning daryolar aqdo degan bo'lishi mumkin. Şolar anda haning o'rniga, damirning o'rniga al-anhar deyib ta'rifni uning o'rniga kelgan bo'lishi mumkin deydi. Kaqalida washta'ala ar-ra'su shayba. Ya washta'ala ar-ra'su shayba degani washta'ala ra'suhu shayba degan bo'ldi deydi. Buning o'rnida ar-ra's deyapti, mana anharuhaning o'rnida al-anhar deyapti deydi. أو يشار بالله إلى الأنهار المذكورة في قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن. Yani ma ayetki aşı deryaga işaret buluş mümkün. Çünkü ma ayetini bölümünde anlayan bolsa. Ya hazır müşahede ma ayette enharning bir qitim gapini qilgan deydi. Gapini qilgan ekan, bu bir kallada tonish bo'lgan bir anhar bo'lg'achqa jannatga aşı daryolar bunda aqdo dedi. Ya'ni bu anlagan kishi buni biladi aldi. Shu ma'rifa keldi demakchi. Vel ma'ul jari min an-ni'ma al-uzma. Endi eqin so'z degan cho'ng katta ne'mat va cho'ng bir lazzatdan iborat. Valida qaranallohu taala al-jannat bi zikril anhar jariya. Şuna bu katta ne'mat olg'achqa Alloh taolo jannatni ham tilga olsa, uning bilan birga yaqin o'stan daryolarni tilga oladi shunama. Va qaddamahu ala sa'irin nu'utiha. Jannatning boshqa sifatlarini deyishtirgan shu oqadigan daryolarning sifatini boshda akildi dedi. Cho'ng bir ne'mat olg'achqa. Yaqin suvning alayligi bor. Kullama ruziqu qachoniki ashu shunda bir yeb qolsa, rizq berilib qolsa dedi. Sıfatın sanal cennet, cennetin ikinci sıfatı ekan. Bu cennet qanday cennet desa,
onun daryoları iqtirgan, ondan uningda shunda bir mevchi va rizq berilib qolsa, unda deb qoladigan jannat. Yoki yangi oshlardan deyilgan so'z bo'lishi mumkin. Jannatning sifati emas. Yani manda bo'ladi, ahvol mandadir. Li'annahu lamma qila inna lahum jannat, chunki ularga shunda bir jannatlar bor deyilganda lam yakhlu khaladus sami'u an yaqa fi athmar tilka jannat ashbah athmar jannat dunya. Ular bunda bog' bo'stonlar bor deyilgan chaqda angluvchining kallasqa ko'ngliga deylar, xalat degan ko'ngli. Ko'ngliga darhol bu ashunda mevchilim bog' bo'ston bo'lgan ekan, xuddi shu dünyadagi bog' bo'stondek uning mevchi bado degan bir nima keldi deydi. Yoki bu nimalarga dunyodagi mevchiga o'xshamaydigan boshqa bir turda mevchilim bado, bog' bo'ston degan cho'qim insonning tushunishida mevchiga chiqib turgan narsa deganga chetishlik bu. Shu xumba. Bundanki ya dünyadagi mevchilarga o'xshash mevchilar bado ya uning boshqa binas bado unda degan bir nima keldi deydi arkadaşlar. Ve in tefavetet ila gayetin la alma illallah. Yani ikisini oturdu her qancha çoğun fark olmuş ki mevchi deydigan bir narsa bado deb kallis qildi. Minha min samaratir rizqan qalu hadalladi. Ay cennet bira mevini shunda rizq berilib qolsa, yeb qolsa, qalu hadalladi. Mana biz dunyoda yegan mushu mevshuğimiz, portakal mushu, ana mushu, üzüm mushu, mushugo deyishib qoladi deydi. Yani cennetden her qıtımda bira mevini yeb qolsalar, mesela alması, anası, yak onun başqa qalu der, mushunda deb qo'y. Hadalladi rizqna min qabl deydi. O biz dunyoda burun yegan mevi mushugo deb qiladi. Famin al-ula va al-thaniyatu kiltahuma li-ibtida' al-g'oya. Minha min samaratin rizqo ikki minva mishadi. Her ikkisi bir g'oyaning boshlanishini bildirgan so'z deydi. Çünkü rizq qad ibtida'a min al-jannat. Çünkü bu rizq jannatdan boshlangan, ama endi jannatdagi rizqcho mevidan boshlandi. Va nadiruhu an taqula bu xuddi buning o'xshash tushadigan so'z manda deganga o'xshaydi. Razaqani fulan halal ma jinas ba'da sen faqal laka min ayn nadi baduna esa fataqul min bustan beg'dun abada faqal min ay thamara beg'dan qanna mevada ana vada deydi. Ve laysa al-murad min ath-thamarati at-tufahatu al-wahida wa ar-rumanatu al-fadda. Yani meva degandan maqsad hozir bir tal ana yoki bir tal olma emas deydi. Ve innamal murad naw'un min anwa' ath-thimar, mevaning bir turi deydi. Her bir tür meyve berilgen çağda oy dünyada yegan nima mushugo deyishib qoladi deydi. Al-fadda yani yolg'iz. Rizqna, ay rizqnahu. Rizqna degani rizqnahu. İşada ait mahzuf deymiz odatda. Rizqna dedi. O bizlar shu dunyoda berilgan nima mushugo deb qoladi. Taqdi fal ait mana. Rizqnahu de uni rizqna deyapti. Yani tashlab. Min qabl, ay min qabl hada. Ya bunda ilgari deydi. Bunu ilgirim biz yegan mevshugo deb qoldi. Falamma quti'a anil idafati buniya. Yani qabl deganning arabida hozir bu qabla hada degan idofa bilan kelsa, hadan tashrifda qabl deb to'xtatgan ekan, mudaf qilmagan ekan, bu mabni bo'lib ketdi. Qablu deb ketdi. Wal ma'na hada mithl ladhi rizqna min qabl. Buni ma'nosi bu biz rizq berilgan nas shu o'xshaydi ekan deganda, shu o'xshaygan. Wa shabahuhu shu o'xshay demakchi. بدليل قوله وأتوا به متشابها يعني أخشر جنا ما آيات الله أخشر جالكين تسرقوده مثل جالس سوزنجا وأتوا به متشابها ولانا ألدغا أشو برونكا يجا ميولر أخشرغا ميول كالترلده يا مش آيات كأساسا أخشر دبته وهذا كقولك أبو حنيفة بخد أبو حنيفة دور جالس سوزنجا أخشر دور نبدأ بحثان أنه الاستحكام الشبه كأن ذاته وذاته bu işken ma bek oşar ketken iken, bunun mezhebi bek yakın boğan iken, sayılı olsa şu an iken, xuddi aşının üzü aşı kişinin üzdek olup ketkendek. Oxşaş bek kuşulup ketkendek deydi. Ve damiru fi bihi yerci aylan merzuk fi dünya vel ahira. Bihi diyendike damir ne kayıtı da ve utu bihi diyendike. Bu bihi diyendike damir dünyada ve ahirette rizq bilge işkiliske kayıtı iken. Lianna kavlahu hâdellezî rüzqnâ min qabl intava tahtahu zikru ma rüzquhu fid dâreyn. Demek bu sözün özü dünya ve ahirette rizq bilgen işkilisini özü içine aldı. Yani ahiretten belki aşının da ilgiri bir rizq bilgen buluşu mümkün. Şuna ama dünyada bilgen buluşu mümkün. Daha ki işkili ehval mümkün değil. Özü içine alın. Aslı kirip gitti dedi. Ve innema kana thimarul cennet misla thimaril dünya. Yani cennetin meyveleri dünyanın meyveleri
o'xshashlik bor edi. Boshqa jinsdan bo'lmadi, shunama o'xshash bo'ldi. Nima uchun dunyoning mevasiga o'xshash bo'ldi? Boshqa biz xiyolimiz kelmaydigan shaklga, tur jihatdan boshqa bir narsa bo'lmay, biz bunga uzum, ana degandek jins bo'ldi. Albatta uning hajmi, ta'mi, qanday tabiati o'xshamaydi, lekin ana shu bir turimdir. Lianna inson bil ma'lufi anas va ila al ma'bud amyal. Chunki inson degan o'zi burun ko'ngan narsa issiq ko'rindi bu. Taxma siz mayillik bo'ldi. Wa idza ra'a ma lam ya'lafu nafara anhu tab'uhu va afathu nafsuhu. Agar u ko'rib boqmagan narsani ushirib qolsa, sal undan o'zini tatib qoldi, yo'kib qoladi deydi. Uning ko'ngli tatmaydi uni. Afathu nafsu degan ko'ngli bo'lmaydi. Va li annahu idza shahada ma salafa lahu bihi ahdun. Yana o o'zi ko'ngan bir narsani ko'rsa, va rafi mizyatan zohira, undan uningda aniq bir aloylikni ko'rsa va aniq bir o'xshamaslikni, cho'ng bir farqni ko'rsa, kan istajabuhu bihi akthar va istighrabu awfar. Buningki hayron qilishi, ajablanishi taxmi to'liq qildi dedi. Voy bu mush anakin bu ajoyib anakin bu deb buni taxmi hayron qildi dedi. Va takriruhum hadal qawla 'inda kulli tamaratin yurzaqunaha dalilun ala tanahi al-amri wa tamad al-hal fi zuhur al-mizyan. Har bir qatim, yani kullama dedi, har bir qatim oldiga keltirgan chaqda bunday ekan. Voy bu haliqa biz burun yegan meva shu der ekan. Demak, mushan har qatim takror davr ekan bu so'zni. Bir qatimdan deb qolmay, bir qatimda biz bir yegan mush ekan deb to'xtamay, yana ikkinchi qatim kelsa, yana shunday uchinchi qatim kelsa, har qatimda der ekan. Bunda takrorlaverishi bu mevaninki va burun yegan meva bilan o'tirna beklam farq cho'ngligini bildirdi. Hem üzgürüp duramagan diye. Elbette bu ta'm jihatdan, hajmi jihatdan boshqa nurg'un taraflardan bir qitim yer misin cennette, ikkinchi qitim yeganda oldingi ta'm bilan o'xshamaydigan boshqa bir xil ta'm. Balki. Demak, har qatimda shu so'zni takrorlar ekan bular. Shu kullama degan shuni bildirdi. Wa ala anna zalika tafawut al-azim wallazi yastamli ta'ajjuban fi kulli awan. Demak, oyunda beklam cho'ng farq bo'lgan ekan, har qatimda her anda ular şu özünün təəccübünü yoşuranmay qaldı ekan. Ev ila rizq yoki unda bihi degandagi rizq ne qaytadi? Bihi degandagi damir rizqqa qaytadi debdi. Bayatan ilal marzuq fi dunya val axira jami'an degandi. Marzuq degan shu inson tushunama, niyada rizqni o'ziga qaytadi dedi. Kama anna hada isharatun ilay. Hada deganmi o'sha rizqqa ishorat dedi. Hada alladhi degani rizqqa ishorat. Wal ma'na annama yurzaqunahu min samaratil janna yati mutajalisan fi nafsi. Demak, ular rizq berib turildigan shu jannatning mevlari bir-birisiga jins tarafdan tushadigan. Ana va ana, olma va olma degandek shu turlarda ko'rgan. Kama yuhka anil Hasan Hasan degan kim? Al-Basri. Mutlaq al-Hasan deb kelsa, Hasan Basri'ni bildirdi. Manda hikoya yu'ta ahaduhum bis-suhfati fa yakul minha. Bireylanga bir tilanga keltirildi deydi. Yani unda yeydi shunama. Thumma yu'ta bil-ukhra fa yaqul hada alladhi utina bihi min qabl. Shundan yana bir tas keltirsa, biz burun yegan tamoqmi shu deydi. Fa yaqul malak kul fallon wahidun va ta'am muxtalifun. Şunu parasını derken, vay sen yapaqal yine bunun rengi o'xshash, nima bo'lganini ta'mi o'xshamaydi bu boshqacha deydi. Ve anhu sallallahu aleyhi ve sellem vellezî nefsi Muhammedin biyedihi inner racule min ehli cennet la yetenâvelu semerata liyekulaha fema hiye bivasilatin ila fihi hatta yubeddilaha Allahu mekâneha misleha فإذا أبصروها والهيئة هيئة الأولى قالوا ذلك. Demek ki ma hadiste Rasulullah qasam qildi. Muhammadning nafsiga kirib olgan zotidan qasamki, jannat ahlidan biraylar bir mevani yeydab shunda elishiga, og'ziga berib qo'yguncha Alloh taolo uning o'rniga, uning o'xshash mevdan bizni paydo qildi dedi. Shuna uni ko'rgan chaqda ular val hayatu hayatul ula, demak u olgan mevaning shakli aynan mevdan bizga o'rniga paydo bo'lib qolgan ekan, voy biz hozir taxib olgan mev mushuga o'xshaydigan deb qildi dedi. Ya'ni bu hadisda mundaroq qum bilan kelibdi. Lekin bu ajra hadislar. Ve qawluhu ve utubihi mutashabihat degan shu so'zi jumla mu'tarida lit-taqrir. Qistirma so'zi bu muayyanlashtirish uchun. Ka qawlika fulanun ahsana bi fulanin ve ni'ma ma fa'al. Bu qaddamda taxmo shu bekitib qo'yib, muayyanlashtirib, ta'kid etishni bildiradigan qistirma so'z. Masalan, falani yaxshilik qildi. Ajab undan qildimi shu ishni deb qo'yib, uni gapini davomlashtirgandek. وَرَأَى مِنَ الرَّأْيِ كَذَا وَكَانَ صَوَابًا. Xuddi bunda deysa, falani bunda qarashdi bo'ldi. Bu to'g'ri edi buning qarashi. Deb qo'yib bunda ketganingdek, ishada utubihi mutashabiha deb muayyanlashtirib qo'yib ketdi deydi.
ومنه وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بالقسط قصدا padişahını bunda süperdir ama وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون degine cümle muhtarida. Qarqıldı. Padişah degan shunda qildi zaten. Deb qo'yib buni gapini davom etdi. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ أَزْوَاج degan mubtada lahum degan xabari. Ya'ni ularga taxiyana jannatda juftlar var. Demek hozir insonning ko'ngil tortgan, xush qilgan narsamni bir-birlab mevjud var mana. Eng yaxshi narsa bo'lmadi. Ondan uning juftlari var dedi. Va fiha zarful lil-istiqrar. Fiha degan ashyoda muqim makonlashganlikni bildirgan zarf deydi. Lahum fiha degan ashyo makonlashgan cüptüleri var degan buningda. Mutahharatun paklangan dedi. Paklangan cüptüler var. Mutahhara degan nimadan paklangansa nachar axloqlardan. La tabihatin va la marihatin. Xatullar degmasdan, agar azvajdan ayollarning qisaq zaman bu cüptüligini bildirir asli. Cüptüligini bildirdi. Bir adam da mutahhara degan so'z kelgachga sen ayollarga apirib nima qilgan gap. Tamihat degan baklam yuqoriga ko'z tikilgan, och ko'z degan ma'noda. Tamaqo, och ko'z. Ya'ni nachar axloqdan poklangan, och ko'z, tamaqoma emas, marihatma emas. Marihat degan bak ko'ranglaydigan akinayna degan. Wala tamshi fil ardi maraha. Nima? Ko'ranglay bunda mang'an, akavarlik qilib mang'ma degan ma'no. Naynaqsh mang'ma, aklab mang'ma degan. Mimma yahtasu bin nisa bil hayd wal istihada. Yakin ayollar münasirlik hayz istihada deganda ham qon keladigan-da. Mushundan pak, yani kasal bo'lmaydigan degan bo'lishi mumkin deydi. Va ma la yahtasu bihinna min al bawl. Ayollar qasomgan, erlarga xas bo'lgan masalan, cho'ng kishi taratdan va barliq butun maynakchilikdan. Pak bo'lgan deyish mumkin deydi. Demak, o'sha mutahhara paklik qildi. Yani ayol kishi jannat kishisi bularmi er juftidan birisi berilamdi, berilmamdi. Bunga aytmaganda berildi-da, azvojda berildi-da. Endi berilish kerak endi. Lekin endi Alloh taolo ba'zi olimlar unda nima qilishida? Bizning erlar bilan ham shunday. Mesela eri yo'q ekan. Ay tegmabdi ekan. Ay tegmabdi ekan. Eri yo'q ekan. Ya qizalat o'lib ketibdi ekan. Masalan. Ya tulolatda dunyodan ketib ekan, uyda o'tirib qolib ketib ekan deydi, masalan, nisb bo'lmabdi ekan. Qanday bo'lsa, bu oxiratda shunda mukofotga erishamdi, erishmamdi. Erishdi deydi-da. Unda ya erishmaydiganlar va erishdi deydigan ekan, unda olimlar deydi-da, ayollar nima uchun bunda juftilni tayyor qildik, bunda sifatlik deb demadi desa, ayollarning amri hayot ustiga qo'yilgan. Xuddi, yani Allah Taala vallahil masalul a'la. Lekin dunyoda bunda bir misol versak, bir ota qiziga masalan shunda deyalamdi, sizga manda bir yigitni tayyorlab qo'ydim, siz shuni apirma, to'yingizni qo'yma demdi demaydi. Yani bunda deyilmaydi bu. Shuning o'xshash Alloh taolaning mu'minalarga sizga manda erlarni tayyorlab demaydi. Lekin insonga mishada ayna va'da qilgan ekan, erga unda jufti xotinni tayyorlagan bo'lsa, ayolg'imi ayında görüşü gittiğini değilemiz. Teyyanışı mümkün. Tarihçiler başka bir maklukat olmasın. Dünya insan yüzünden boğan cüptü mü? İnsanların cüptü elbette. Çünkü o cüptü degen insan olmasa o ulfet olmaydı. Onu maslaşamaydı. Ya örperiyor şu an insan cüptü buldu değil mi? Yok 72 örperiyor. Ya şu cennetten de örperiyor mu bağ? Demek şu insan mislinden o kıyafetle. Ondan bu dünyadaki özünün ayarlarım var. Şuna da? He. Doğanken o bu insan kıyafeti buluşu mümkün. Ya uçakta şununla layıkı kutlu dozak olsa örperi mükafat verdi. Alimler müşün bahs kıygan. Mesela Resulullah'dan soğanğa mesela çıkarı tekke ayarlı olup kalsa bu ayar khas yerilen bu cennetlerde suralı. Demek bu insanın kalısı kıldığı nasıl? Yani adamında bir kında olduğunda da uyulup kaldığın mesela. Resulullah bazı rivayette en yakış köygen ölen bilirler diye. Ve sevgi muhabbetinin ki ne kadar mertebesinin çoğunluğu. O kodunu onu yaxshi ko'rib, o iyili ani yaxshi ko'rib qoladi. O çağdan da Allah Taala onu muvaffaq to'g'rilab berdi. Hamma qodir bo'lgan ekan.
Emde velem tujma sıfatu kel mevsuf li'ennehuma lugatan. Mutahhara degeni ezvaj deb mutahharat demi dedi. Şunama ezvaj degan mevsuf. Mevsufga o'xshash jama qilmadi dedi. Li'ennehuma lugatan fasihatan. Chunki bu bunda ezvaj mutahharat ismi fasih lug'ati to'g'ri. Ezvaj mutahhara ismi mufrad egasin fasih lug'ati bor. Navonki bu ikkisi o'xshash. İki xil lug'at bor dedi buningda. Her ikisi fasih. Hozir ma bir shaklda keldi dedi. Velem yaqul tahiratun li'anna mutahharatan ablagu li'annaha takun litakthir. Yani tahira degan pak degan bo'ldi-ku. Pak juftilar bor demidi. Yani paklangan juftilar bor dedi. Çünkü mutahhara tahhara yutahhirdan kelgan shunama bu ablag. Li'annaha takun litakthir demak bu yerda tahhara fa'ala bilan bu ko'plikni bildirdi. Ko'p paklanganlikni. Yani bunun da bir narsani bildirish var edi. İşar bi anna muthiran tahharahunna. Yani bir paklıgıcı paklaganligini bildirdi. Endi o'zi bunda bir pak tahiran desa. Lekin tahhara degan Alloh taolo ularni unda paklagan deganni bildirdi. Va ma dalika illalloh azza va jalla ularni pak unda yaratgan. Pak qilgan kim? Alloh taolo. Va hum fiha khalidun. Va mishada xudda u yerda munda mevchilwa, yanta uning juptilirwa. Yantaga unda ular mangu qoladi degan ma'no. Bunda fazilatlar va bir jannat demak. Mangu qog'ichilardir dedi. Al-khuldu al-baqa'u daimun. Xul degan mangu qilishdan, davomli qilishdan iborat, uzilib qolmaydigan qilish. Va fi butlan qawlul jahmiyya. Bunda jahmiyya toifasininki qarashininki botillikka dalil bor dedi. Fa innahum yaquluna bi fana'il jannati va ahliha. Ular jannatmi fani bo'lib ketadi, tugab ketadi, yo'qolib ketadi, ahlimi fani bo'lib ketadi deydi. Yannahu ta'ala musifa bi annahu al-awwalul akhir. Ularning dalili Alloh taolo avval akhir deb sifatlandi deydi. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Va tahqiq wasf al-awwaliyya bi sabqihi 'ala al-khalq. Hamda avval degan sifatni biz tahqiq qilsak, rasmiy buni cho'kib tadqiq qilsak, bu butun maxluqlarning oldida bo'lganligini bildiradi. Ama fayajib unda bo'lgan ekan, tahqiq vasful akhiriyya bitta'akhuri an sa'iril maxluqat. Avval degan sifatda butun maxluqning oldida bo'ldi deganini bildirsa, akhir degan sifatmi butun maxluqlarning keyinda bo'ldi deganini bildirdi dedi. Va da inma yatahaqqaq. Endi ma o'tgan kishi o'sha jahmiyaninki dalili bu. Ya'ni raddiyavrot. Va da inma yatahaqqaq ba'da fana'il kull. Mushuma shuni oyig' ekan. Endi bu Alloh taolaning eng oxirgi qilib qilishi qachon bo'ladi desa, hamma narsa do'zax, jannat hammasi va uning ahli tugab bo'lgan ekan, oxir bo'lishi shu chaqda vujudga chiqadi dedi. Tavajjabal qawlu bihi daruratan. Undan ekan jannatmi va ahlimi yo'qolib ketadi, fani bo'ldi deyishga majbur biz. Shuni demay chora yo'q dedi. Bu jahmiyaning dalili bo'ldi. Ko'rindi. Yani bu cahmiyamam da Müslümanlar için çıkan bunda bir azgınlırak taifinin bir sen. Bazı o tavuklar geptallıktan, tutuluk olan delekleşten hali emez bunu. Fakat lamalıka mıdalam dapkoz zaten bu camiyede kitabın hizmetti bunu. Kitabın izlep ulma reddiye erişki ataytın kuchap ketkenlike bunun da bir dolidek kırınıp kaldığın nasıl balıkını bildirdi. وَلِيَنَّهُ تَعَالَى بَاقٍ. Yani Allah Teala baqi şunama. وَاَوْصَافُ بَاقِ. Sıfatların baqi. فَلَوْ كَانْتُ الْجَنَّةِ بَاقِيَ مَا أَهْلِهَا. Cennet mi? Ehlinden bir baqi olduğun bolsa, لَوَقَعَتْ تَشَابُ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ. وَهَذَا محال. Muhalıq olan mahluk okşap kaldı. Bunun baqi olup kaldı. Bu muhaldır dedi. Kulna, kulna degan reddiye uğrat. El-evvelu fi haqqihi. Evvel diyen sıfat Allah Teala'nın hakkıda, Allah Teala'nın nispeten siz oylağında unda olmaydı. Vellezî lebtidâ'a li vücûdihi. Evvel diyen onun başlanışının bir muayyen noktası yok diyen bulur. Evvel diyen. Başka neresinde evvel diyen bulmaydı. Yani başlanışının noktası yok diyen bulur. Majnuniş kipar. Kalamçılı da kat kullanılan. Vel âhiru vellezî lentehâ lahu. Ahir diyen o ayrı bir tügeç noktası olmayan ne deymez deydi. Başqının hamının keyin dikildiğen degan ma'no emas bu. O'zining oxirlashish bir nuqtasi yo'q degan bo'ldi deydi. Va fi haqqina bizning haqqimiz uchun insonlarga ishlatilganda val fardus sabiq. Oldidagi narsa nima? Keyinda bir narsa kirdi degan bo'ldi. Oxir degan eng oxirda qoldigan narsa degan bo'ldi. Vatsafu bihima li bayan sifatil kamal. Endi Alloh taolaning al-awwal val akhir deb sifatlanishi mush ikki sifat bilan
kamalatning sifatini bayon qilish iborat. Va nafin naqisati va zaval Allah Teala'dan nuqsonlik va yo'qolib ketish degan narsa qatorli kamtuklik sifatlardan nafiy qilish. Aslında bu el-evvelden Allah'ın düşünüşte Allah Teala kılıçtı orancanın adetini kendini okşanan Okşamaydan düşünmez de. Ezeli ebediydik. Okşamaydan düşünmez. Adette o el-evvelse olmaydı adet normal evvelden. Adette. Demek yani bu ebedilik öldürüyor. El-evvelgen nebtida olmaydı. Şimdi oldu. Bizde ama insanlığa nispeten bu çokum maktabdan uzuğa insanlığa nispeten fi hakkına bu çokum aldıda bir narsa kelmagan, oxirdan bir narsa kelganini bildirdi. Oxir deganimiz oldin nurg'un narsa deb keldi, bu eng oxirda kelganini bildirdi. Chunki Alloh taoloning nisbatan buning nimasi o'xshamaydi dedi. Va da fi tanzihi an ihtimal hudud wal fana la fi ma qalu. Demak bu sifat hozir ular degan umarni bildirmaydi. Faqat Alloh taolaning hodisa emasligini, qani emaslik ehtimoldan farqlashini bildirgan sifat bu. Ve enna yaqa tashabuhu fil baqa. Endi qab qilishni qanday o'xshash bo'lib qoldi deydi. Va huwa taala baqin li zatihi. Bu qanday o'xshab qoldi? Alloh taala bo'lsa, o'zi Alloh bo'lganligi jihatdan to'liq o'ziga tayangan holati qab qoluvchi deydi. Lekin bu insonlarning jannatga qab qilish uchun Alloh taolaning qoldirishi bilan deydi. Va baqa'u vajibul vujud. Endi uning qab qilishi bu shunda bo'lmaydigan bir vojibdir. Ve baka'ul halq bihi ve huve caizul vücud. Mahluklarning cennette kılışı, cennet ve insanların hepsi mahlukun. Mahluklarning Allah bilan turishi, Allah bilan bağlab turishi, yani Allah'ın aşularını baki kılıp turishi bilan turalishi bu caizul vücud. Yani Allah Teala irade qilsa, irade qilsa so'ng'isi bo'lgan narsa. Lekin Allah Teala bo'lmay chari yo'q. Agar Allah'ta yoktur dedi. Ya Allah Teala enda caizlikdan birni irade qilgan. Iradasini enda bo'lgan narsa. Ya bak ig'ir ta'liq qildi. Bu kalamchining birisi. İmam Nesefi. Usul-i-Din'da aqida kitapları var-ku. Aqidat Nesefiyye. Aqidat Nesefiyye deganda kitapları var. Lamma zekerallahu Teala az-zubab wal-ankabut fi kitabihi ve daraba bihi mesalan dahikatul yahudu ve qalu ma yushbihu hada kalamullah. Allah Teala ani Kur'an-ı Kerim'de çivinni tilgaldı, ömüşkni tilgaldı. Bunun misal oldu. Yahudilar külküste zanıldı. Bu muşimam da Allah'ın kelamı. Çivinden ömüşkinin gibi kılvatıda dep meskere kıptı. Kur'an-ı Kerim'de var. İnne evhenel buyuti le beytul ankebut. Lev kânu ya'lemun dedi. Yana innellezine tad'una min dunillahi len yahluqu dubaba dedi. Şuna ama bu şu ayetin diyendiken Yahudi külküste. Çivim, ömüşkinin gibi kılvatıda bu Allah'ın kitabı ulanmış o. Diyendiken ayet düştü dedi. İnnallaha la yestahi ey yadriba metelen ma ba'uda. Allah Teala bir tal paşçaqlıq bir misalını uruşdunmu aya qılmaydı. Şunu layiq gəlsə, anda misal uruş kerak olsa uruyordu. Ey la yatruku darbal metal bil ba'uda terkemen nestahi. Yani qaşı bilan misal uruşni xuddi ayaqqa tartib qalgan odamdek unda tashlab qo'ymaydi. Yani odatda bu kichik yo'qlan bir narsa bo'lgan ekan, mushunlanmi unda misal qilamanmi deb ayaq qalgan odamdek unda ayaq qolmaydi. Va asl haya tag'ayyur. Endi haya degan nima desa, bu bir xil o'zgarish nima? Va inkisar. Odamning ahvoli bir xil o'zgarib ketdi deydi, inkisar. Ya'taril inson qildigan bunda bir ahvol, holat. Nima deyilsa, min taxawufi ma yu'abu bihi va yadam. Endi eyibni qalamanmiki deb shuni da endish qilib paydo bo'lgan bir holatdan iborat. Bunda desam boshqa ayblab qolamiki deydi. Va la yajzu alal qadim at-taghayyur. Endi Alloh taolaga bunda o'zgarib qilish, Alloh taolo qadim bo'lgan ekan. Bu qadim zotning unda o'zgarib qilishi, qo'qab qilishi, ayblanishi mumkinmi? Joiz emas. Walakin at-tarkal lamma kana min lawazimihi abbara anhu bihi. Ekan unda qilmaydi degan. Misol urishni tashlatmaydi degan so'z haqiqiy odam bir narsa tashlatdi va o'sha yerda nima deymiz? Majazmish. Tara majaz varmış. Haqiqiy odam bir ishni qilmay tashlatdi. Lavozim bo'lgan ekan shu hayolan
ibaret sürdü. Yani onda taşlap koymaydı diyen manda. Vezu en taqadil ibara fi kelamil kafara. Yani manda bu hakiki manası işletkense manda deyiş mümkün. Yani bu kafirliğin sözü kelgen söz bu değil. Mesela ama yestahi Rabbi Muhammedin en yedriba mesela bizziba ve ankebut. Bu Muhammed'nin perverdigarı şiven ömüşüklerini misal kılıştın ayak mındığında yani ki fecaat ala sebil mukabele. Mukabele tariqsida ayak mıydı o. Aşura aşıgetini diyen ki şunu layık cevap veriş için bunda kelgen buluşu mümkün değil. Mukabele. Ve itbaqıl cevap ala sual. Sualga cevapını çıpslaştırıp ekleştirip ibaret buluşu mümkün. Ve huve fennun min kelamihim badi'un. Bu Araplarınki isil usullarının birisi. Tıbak. Ve ceza'u seyyatun mutlaha. Nama nesullaha fe nesiyahum diyendek. فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال وهو فن من كلامهم بديع وفيه لغتان استحيا يعني إشكي لغة وارد التعدي بنفسه وبالجار أزولا وحرف جر متعدي ولاش يقال استحييته واستحييت منه يعني من يعني أكلمه متعدي قلسة ونأكمه متعدي قلسة وهما محتملاتان هنا بهذا مش إشكالي احتمال لقبان يعني ما إشكالي احتمال لقبان مش إن الله لا يستطيع يضرب مثلا دب جار كم ده ما مش نما بل كده ما بعوضة يعني من مثل بعوضتين يعني مقدر ولا شيء ممكن ده احتمال لقبان وضرب المثل مثال رشتيان san'atun min darbil laban yani yadriba dedi o darb mishada nimadan ishtiqoq bo'lib kelgan darabadin yani san'a degan mushtaqqa degan ashundan turinib yasalgan deymiz ha min darbil labani va darbil xotam darbil laban degan qish kuyda uzuk kuyda degandan chiqqan deydi va ma hadihi ibhamiyya ما مثلا ما ديغو ما ديغن مبهم الى حد ما ديغندك معلوم bir misal degan va uyg'urcha ma'lum bir misal deymiz va وهي التي اذا اقترنت باسم النكره ابهمته ابهاما النكره bilan birga kelsa bu bakla mubham qilib o'tadi mubham endi qamaskim tutuq paydo qildi uni umumlashtirib o'tadi ya'ni qasiliqni siz uni muayyanlashtirmaydigan holatda kaqavlika atini kitaban ma kitobdan birini beradi degandek تريد أي كتاب كان قاس وسا ميلد ما يستندين أو صلة للتأكيد ياك التي أخشش تأكلش شن كأجن سوزيد Gitmanın cümle kur nasıl yeni anladığını هذا التي ما نستمع ده من صلة يعني التي ما نستا bu uçakta تأكلشن بالدردود يعني مثلا ما نقول بالدور صلة يعني التي في قولها فبما نقضهم ميثاقهم كأنه قال لا يستحي أن يضرب مثلا البتة فبما نقضهم ميثاقهم كأنه قال لا يستحي أن يضرب مثلا البتة يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ديالنا ما نسى خد من ده ديالنا كده يعني الصلة التي ما نباسك لا يستحي أن يضرب مثلا البتة قد يعني مثال ورشتن قد وياق قميدو ديال وبعوضة عطف بيان مثلا بعوضة ديان مثلا كي عطف بيان خندان أسد مثال خندان أسد بعوضة شغلته أو مفعول يضرب ياكي يضربنين كي مفعول بيسد أي يضرب مثلا بعوضة يعني إشكنج بر مفعول بيدك ومثلا حال ديدو مثلا نادر حال دبتو يعني مثال حالتدا bir qaşını urup birishni to'sib birishni oyoq qo'ymaydi degan men nakira muqaddamatun alayh yani ba'uda degan nakira kelgan zaman shuningki ali demakchi bir pashini misal holatida to'sib birishni oyoq qo'ymaydi degan yoki intasaba maf'ulayn mana ikki maf'ul desak bo'ldi masalan maf'ul ba'uda maf'ul ala anna daraba bi ma'na ja'ala bu chaqda daraba degan ikki maf'ulni taqozo qilgan ekan bu sayyara fa'llari bor şu qatada daraba masalan ba'udatan degan ma'no bo'lishi mumkin deydi. Va ishtiqoquha min al-ba'd. Ba'uda degan nardan kelib chiqqan, bu ba'd degandan kelib chiqqan deydi. Ba'zi deymiz va huwa al-qat'. Demak bir parcha kesish, parisi degan bo'ldi. Kal bid'i val adbi. Bid'a degan shu bir parcha, adb degan bir parcha. Bada'a adaba degan kesdi degan bo'ldi. Diqqat qilsanglar hozir ba'ada, bada'a adaba. Ama hemmesi şu şerif, like oradan almıştı be. Yani şu kartını almıştı Allah'a. Soğuşu şerifini hazır almıştı de. O da hamala, lahama, malaha, lamaha diyendek. Hadi şu şerifini hazır oradan almıştı. Lakin teki bir çıktı. Bu iştikaklı kebir. Bu iştikaklı kebir hazır bizge belki tonuş olup gitti hazır. Ama hemmesi kesiş parçalaşım öldürdü. Yukalı ba'adahul ba'ud.
Al-bu'ud degani bishada pashi pachilatdi degan bo'lamda balki ham. Va minhu ba'du shay'ma. Bir narsaning ba'zi deymiz-ku. Bu bir parchasi degan bo'ladi. Li'annahu qat'atun minhu. Chunki uning bir parchasi bo'lg'achqa. Wal bu'udu fi aslihi sifatun ala fu'ul. Demak bu fu'ul vaznga kelgan bir sifat. Qutu' degandek. Faghulibat. Yani bu paşaga isim bo'lib ketdi. Asli bu sifat. Xuddi bu paşa insonni yeb parchalaydigan narsadek. Parchalovchi. Yani bu parchalovchi deb keyin oxirida biz pashani parchalovchi deb atlatdik. Hali parchalovchi desak boshqa parchalovchi kalamizga mana paşlam shuni xas ishlatadi deydi. Çünkü o paşa deganda insonni agar bir o'lishib qolsa inson parchab yeyitadi. Bu ba'zi jazolamoqchi bo'lsa, burunqi zolimlar hozir paşaga qo'yib bog'lamoqchi. Bog'langan bütün go'shini yeb, cheqib yeb, ustixonlar iskeletini qo'yib qo'yamiz. Menda o'tirishmaydi. Demak bu paşa anda insonni parchalab o'tiradigan narsani ba'ud deb atalgan. Ham go'shni yeyish mumkin. Yo'g'roq parchalab qolsa, rasmi tishlaydi u. Go'shni yeydi, uzib oladi. Fama fawqaha yoki uningdan ustunroq dedi. Nima? Ustunroq degani bu eng kichik narsalardan ustunroq degani uningdan tuvan deyish mumkin. Yoki uningdan yo'g'roq degan bo'lishi mumkin. Fama tajawazaha demak uningdan olib ketganlar. Yani paşa çağlıq ve onundan yukarı misal verişten ayakmaydı dedi. Demek bu yerde onundan artık oldu dedi. Zadalıya. Fil ma'nallazi duribat fihi metalan. Aşı misallarga ma'nida onundan artık olan narsani mi misal verişten ayakmaydı. Yani bu yerde fama fawqa degan al-qilla wal-haqara deyish mumkin. Yani misal veriş şartı ko'z kelinmaydigan yo'qolan bir narsani dedi-ku. Buningdan mı bek tuvan, texmi bir kichik narsa deganni bildirdi dedi. Aw fama zada alayha fil hajm. Yoki uningda yo'g'on narsa degan bo'lishi mumkin. Kana arada bizalika radd mastankaruhu min darb al-mathal bil-dibab wal-ankabut. Li'annahu akbar min al-ba'uda. Bu yerda agar uningdan cho'ng deganni bildirgan bo'lsa, müşriklar, Yahudiler bu çiven, ömüşkünün misal verip oturabdı bu kitapta deb aytildi-ku. Xuddi shuni raddiya berayotgandek. Ömüşküler çiven paşasını cho'ngroq olgan ekan, uningdan cho'nglarmi yani ömüşük çivenni misal verishda ayaqmaydi degan bunda tariqada. Wala yuqal mana, wala yuqal degan nima? E'tiroz deydi. Wala yuqalga bunda e'tiroz qilmaydi degan. كيف يضرب مثلا بما دون البعوضة وهي النهاية في الصغر. Misalga aslida bu texmi bayon qilishdan iborat bu. Bir ma'noni texmi ochiq ifodalab berishdan, tushuntirishdan iborat. Bu ba'ud degan beklam kichik narsa bo'lsa bu. Bu qanday misol bo'ldi? U bek kichik bo'lsa uni biz toza aniq ko'rolmaydigan, haqiqatni uqolmaydigan bir narsa emas bu. Masalan, paşanın qasi, tishi qasi, kuchiga biz biladigan jiq narsalarni, ko'zi emasdan. Uqmaydigan narsa shunda bir kichik narsa misol bo'lsa, biz texmi tushunmay qolmamda. Aslida bu paşanın ahvolini biz tushunmagandan deb bunda birisi bo'lmaydi dedi. Lianna janahul ba'uda aqalla minha wa asghar bi darajat. Chunki paşanınki bir qanotimi, paşanın o'zidan neçe derece kichik shunami. Lekin paşa misol urildi. Faqat darabahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dünya, yani dunyoga qarta misol qildi. Nima? Yani agar dunyo Allohning nazarida bir paşaning qanotchilik qadr-qimmatga loyiq bo'lgan bo'lsa, kafirga o bir yutum suvi bermagan bo'ladi. Demak, kichik bo'lsa-mu, mazmunni aniqlaydigan, tushungidek darajada bas bo'lardi. Fa'amallazina amanu fa'ya'lamuna annahu al-haq. Allah misal urishda oyoq qolmaydi. Bunda misal bo'lsa, mu'minlar pozitsiyasini bildi. Fa'ammallazi amanu fa'ya'lamuna annahu al-haq. İman etganlar bo'lsa, uning haqligini biladi. Ay misalni anglagan ekan, haqqini biladi dedi. Ad-damiru lil-matal annahu degandagi damir masalga qaytadi. Yoki li'an yadrib misal urish deganga qaytadi. Ay masdarga. Wal haqqu haq degan annahu al-haq dedi-ku. Haq degan nima? Haqni ta'riflamoqchi. Har bir so'z islom buni ta'riflab tushuntirmoqda ekan. Haq degan nima? At-tabitul ladzi la yusawwahu inkaruhu. Ya'ni uni inkor qilish qabul qilmaydigan bir buqin isbotlanib ketgan narsa. Qabul qilmaydigan. Asli u gallan yutish, yutqilolmaydigan. Xuddi Uyg'urchada deymiz-ku, ma'lumni yutamay qoldim deb. Ochiqni yutamay qoldim degandek. Yani sen qabul qilolmaysan, ko'tarilmaydigan. Shirazi haqni bunda ta'riflagan. Al-haqqu ma dalla alayhi dalil. Bu yaxshi ta'rif. Al-haqqu ma dalla alayhi dalil. Dalil nima isbotlash shu haq bo'ldi. Va mishalimiz ta'bit dedi. Ta'bitga dalil isbotlagan narsa. Shuni rad qilolmaymiz. Yuqalu haqqal amru idza thabata wa wajiba. Bir narsa rasmiy isbotlanib, vojib bo'lib ketsa, uni millat qilmaydigan bo'lib ketsa, haqqal amr deymiz.
bunda ishlatish bor edi. Mir robbihim, ya'ni Parvardigorning kelgan haq ekanligini bilishidi. Mir robbihim fi mawdu'an nasbalul hal. Rabbidin kelgan holatda haq deb qaraydi. Wal amilu ma'nal haq. Bu yerda hal qilib nasb qilayotgan, mawdu' nasb qilayotgan narsa nima bo'lsa, haqning mazmuni. Haqning ma'nosi buni hal qilyapti. Ya'ni haq Parvardigor tarafidan kelgan holatda degandek. Vadul hal, endi bu halning egisi shu, ad-damirul mustatiru fihi. Haq degan so'zdagi damir shu halning egisi. Endi mazmun edi qildi hozir. Va ammal ladina kafaru, endi kafirlar qanday pozitsiyada bo'lsa, kafir bo'lganlar fayaquluna ma da aradallohu bi adamatila. Bu misalni urib Allohdan nima demoqchi edi? Nima gapdi bu? Yoki mushulmi misal deb o'g'andimi? Ikkinchi bir i'robda Alloh taolo mushul misal qilaman deb nimani iroda qilgandi degan tariqa. Va yuqaf alay, masalan, mishada to'xtash kerak. Ma'da radallohu bi hada masala deb bir to'xtatib, yudilluhi deb boshlaymiz. Chunki tutash turib qolsak, lasara ma'bada sifatallohu yudillu bihi degan nima misalni sifat bo'lib qoladi. Alloh taolo mush misalni urib boshqani bunda ozdirib nimani iroda qilgandi degandek bo'lib qoldi. Amaliyotda bu sifat emas. Va fi qawlihim ma'da aradallohu bi hada masala istihqor. Mush ma'da aradallohu bi hada masala degan so'zda ko'zgelmaslik. Na tun qarashishadi. Ya'ni mensitmaslik deyiladi istihqor degan. Kama qala Aisha radhiyallohu anha fi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu ya ajaban ibn Amr hada. Yani bihada degan so'z bo'lgancha, hada degan so'z. Shuni demoqchi. Mushu degan hada, mushu so'zni ishlatish orqali ko'zgelmaslik bor deydi. Xuddi arab tilida deydigan ya hada, ko'zgelmaslik shu. Men hada, kim mavo? Xuddi uyg'urchadimi? Kim mavo? Bilamizmi? Bilib turib kim mavo degan xuddi bir to'n qarash. Demak, mishada hada degan so'zni ishlatish istihqordan iborat. Hazrat Ashimo Abdullah ibn Amr ibn al-Asqa hada degan so'zni ishlatib, ya ajiban ibn Amr'in hada dedigan. Kamsitgan. Qanday kamsitgan? Asli Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu ayollarni yungan chaqda, g'usl qilgan chaqda ayollarni sizlar chechenlarni chuvishingni kerak. Uyga bantilgan chashlar bor ayolni. G'usl qilgan chaqda bu chuvmusi bo'lmaydi debdi. Ya'ni Hazrat Aishaga yetgan chaqda bu achchiqlar anda mushiganda. Ajaban ibn Amr hada. Bu ayollarni chechni chuvishni buyurar ekan. Biz Rasulullohning ayollari mana g'usl qilishni qancha eng yaxshi bildiganlar. Biz g'usl qilgan chaqda shu 3 qadam sharrada su quyasaklar ishtigaydi. Bu nadi degani bu ishni. Uytizgadan biz tutsak. Demak, u o'zlamda asossiz bir divagan gapni qilgandek, ma palani nima deydigan da degandek. Nima deydi mavo degandek. Ma Amr ibn Asning o'g'li nima deydi mavo degandek, ha? Muhaqqiratan lahu. Demak, uni to'n ko'rib, ya'ni bu nimani sen bilmabsan, bilmaydigansan degan tariqa. Va matalan musiba ala tamyiz. Yoki nasbun ala tamyiz, ha? Masalan, hozir tamyiz bo'lganlikdan mansub bo'ldi deydi. Yani misal deb buni iroda qilgandim, shu misal deb qilgandim. Avvalal hal, misal holida keltugandimi? Kaqali hadihi naqatullohi lakum aya. Shahid nishada aya. Aya degan tamyiz demak. Yoki hal. Va amma harfun fihi ma'na shart. Va ammal ladina dedi. Ammal ladina va ammal ladina. Amma degan shart ma'nosi bor bir so'z. Shunga uningga javob bergan chaqda ta'kildi. Amma ba'du degandan keyin fa deb qo'yildi. Va faidatuhu fil kalam, buning so'zga foydasi nima? An yu'tiyahu fadla tawkid. So'zga ta'kidlash ma'nosini berdi. Taqulu zaydun zaibun. Foyda qasabda tawkid. Masalan, zayd katta, ketkichi desan, uni bakrak ta'kidlamoqchi bo'lsang, undaysa, u cho'qim zodi ketidi, ketmay qolmaydi demoqchi bo'lsang, amma zaydun fadaibun. زيد وكتدوم ده ولذا قال السيبوي في تفسيره مهما يكون من شيء فزيد ذاهب أما زيد فذاهب ديجانه من ده تفسير كده السيبوي مهما يكون من شيء فزيد ذاهب قندا بولشن قد نظر هر قندا أول شوكم زيد كت ما يقام ما يدور bu bak ta'kidlash bo'ldi. Va hada tafsir yufidu kawnahu tawkidan. Mushunda izohlagan chaqda Sibaviyning qarashi bo'yicha izohlasa, bu tawkid ekanligini texmo tushuntirib beradi. Va annahu fi ma'na shart. Shart ma'nosi babunda. Va fi iradu jumlatayn musaddaratayn bihi. Ishkili jumla amma bilan boshlanadi. Shunami? Ta'ammal ladina amanu va ammal ladina kafaru. Amma fal ladina amanu val ladina kafaru demidi.
Bunun da nima ma'no var desa, ihmadun azimun li amril mu'minin. Mu'minlarning ahvolini qattiq maqtamoqchadi. Va i'tidadun balighun bi ilmihim annahu al-haq. Ularning ashuni haq deb bilgan bilimini nihoyatda cho'ng hisob qilishdan iborat dedi. E'tibor qilingan. Va na'yun 'alal kafirina ighfa lahum hazzahum va ramyuhum bil kalimatil hamqa. Kafirlarni eyblemoqchi. Qanday eyblemoqchi? Tanqidlamoqchi dedi. Aslida ularning xabarini yetkazishgan bo'ldi. Kafirlarni hozir uning g'aflatda ekanligini aybladi. Nima? Hamoqat so'zi bilan tildiga ular. Mada aradallohu bi hada masala deb so'z kelmagandak unda. Va mada fi wajhan. Yani mada degan so'zda ikki xil tushuntirish bor dedi. Yani lug'at tarafdan. Ayyakuna da isman mawsulan bima'na allazi. Za degan allazi ma'nasi ism mawsul bo'lishi mumkin. Va ma istifhamiyya fa yakunu kalimatayn. Yani ma degan istifham bo'lishi kerak. So'roq so'zda odatda. Bu joyda ikki söz buludu. Ma ayrım, za ayrım. Ve en tekune da murakkaba ma'ama mec'ulatayn ismen vahide. Ya ki bunda ihtimallik var mı? İkisi birleşip bilan bir isim bo'lgan bo'lishi mumkin. İstifham uchun ishlatilgan birla isim bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Fama alal awwal, birinchi tushuntirishga asosan ma degan arab mubtada bo'lib marfu bo'lgan. Uning xabari za, ma'silati ay arada. Arada degan so'z aid mu mahzuf, aradahu dediğimiz var mesela. Bunlar hammasi birleşip xabari mubtada, u mubtada nima ma. Yani ikkinchi e'tibor bilan bir ism deb qarasak, bu mansubul mahal. Fi mahalli nasb bo'lgan. Nima uchun desa arada kelgan. Aradaning maf'uli holatida. Va taqdir ayyi shay'in arada Allah. Allah nima irada qilganda? Xuddi maf'ul muqaddamdagi. Val iradatu masdar. İrade degan nima desa, irade degan aradtu shay'a deganning masdari, mushfi'lning. İza talabathu nafsuka va mada ilayhi qalbuka. Yani ko'ngling uni istab, qalbing uni mayl bo'lsa, aradtu shay deysan deydi. Va ya'ndal mutakallimina ma'nan yaqtadi takhsis al-maf'ulat bi wajhin duna wajh. Mutakallimlar bu irade degan nima deb buni to'xtalgan. Bu qilinadigan ba'zi ishlarni ma shaklda qilmay, ma shaklda qilish deb belgilashni taqozo qilgan bir ma'no deb. Yani biz bu yerda irada qildi deb ishlataveramiz. Bu murakkablikka sevjirmaymiz. Vallohu taala mavsufun bil irada. Demak Alloh taala irodadan sifatlanadi. Murid, mutakallim deymiz bu. Ham irada deb Qur'on Karimda hadisda kelgan. Lekin iroda sifati bor deymiz. Demak bu haqiqatan shunday deydi. Ahli sunna bu haqiqat sifat deb qaraydi. Bag'doddagi mu'tazilchi, mu'tazil balki Bag'dod mu'tazilasi Kufa mu'tazilasi deb ayrilgan bo'lishi mumkin. Ikki madrasaga bo'lingan bo'lsa, innahu ta'ala la yusafu bil iradati alal haqiqa. Alloh taala haqiqat e'tiboridan da iroda bilan sifatlanmaydi deb. Faydaqil aradallohu kaza, an buni ta'wil qildi deyiladi bu yerda. Alloh iroda qildi desa, ma'zi ma fa in kana fa'alahu fa ma'nahu. Bir narsani Alloh taolo qilgan bo'lsa, unda aradalloh deyilgan bo'lsa, buning ma'nosi uni sahvanliksiz, majburlanmagan holatda o'z ixtiyori bilan qilgan bo'ldi ekan. Va in kana fa'ala ghayruhu, boshqa birisi qilgan bo'lsa, biz uni Alloh iroda qilgan desak, ashishni, uni Alloh buyurdi degan bo'ldi. Bu ham ta'vil. Odatda ta'vil degan xilofi zoir. İrade qildi bo'ldi. Bunda davrmidi. Yudillu bihi katiran va yahdi bihi katira. Aşı misal udeshnama, shu misal orqali Alloh taolo nurg'un kishilarni ozdirutida, nurg'un kishilarni hidoyatga boshlaydi. Jarin majrat tafsir. Demak, mushu jumla hozir bir xil izohatning o'rniga keldi. Lil jumlataynil musaddaratayn bi amma. Yani ammallazi amanu fa ammallazi amanu va ammallazi kafaru degan ikki jumlaga izohati o'rniga keldi deydi. Va anna fariqal alimin bi annahu al-haq ve fariqal cahilina mustahziina bihi kilahuma mavsufun bil kasra. Demek bunu haq deb tanıydigan ve onu mesxira qildigan ikki guruh her ikkisi ko'p deb sifatlanmoqchi deydi. İkilisi ko'p, yani mu'minlarmi ko'p, kafirlarmi ko'p degan bildirdi. Aql fazilati yudullu bihi kasira ve yahti bihi qalila mesela. Aha. Yahti yudullu bihi qalila ve yahti bihi kasira. Demek birisi az, birisi ko'p emas, ikilisi ko'p demekçi. وأن العلم بكونه حقا من باب الهدى. Yani onu haqda bilish hidayet babının ikenligi. وأن الجهل بحسن مورده من باب الضلالة. Bu misalının joyida urilganligini bilmaslik bu azg'unlik babidan deb shuni bildirdi dedi. Bihusn mawridi degan mawrid degan misalda joyida keltirish ashun. Misalni joyida keltirish. Yani joyida akilaldi deymiz-ku. Ha.
ayında saz keltirilganligini bilmaganlik azg'unlik bo'lmasa. Yani bu bilmay bu nimaga irada qiladi? Bundan misol keltiramo dedi-ku. Bu azg'unlikning jumlasidan. Demak, men yudillu degandikan, ashunda deganlar azg'unlar ekan deb bildik. Va ahlul huda kathirun fi anfusihim. Endi hidayat ahli o'z arasida ko'p. Hamda az deyilishi nimaga nisbatan bilkas ila ahli dalal. Ahli dalalga nisbatan selishtirib deb qalsak, bu az ko'ringan. Va inna kathiran minhum lafasiqun dedi-ku. Yani zimindagi ko'p kishilar azg'unlar dedi. Hidayatga erishganlar az. Bu az degan asli bu ezmo ko'p bular. Lekin az nimaga nisbatan az, azg'onlar nisbatan az. Lekin o'zini olib aytsak ko'p. Masalan, xuddi 1 million bu jiq pulga, lekin 1 trillionning oldida yo'q narsa. Nisbiy. Va li anna al-qalila min al-muhtadina kathirun fil haqiqa. Yana da hidayatga erishgan to'g'ri yo'lda bo'lgan az kishilar millatda bu ko'p kishilar hisoblanadi dedi. Shakl tarafdan az bo'lsin. Bu menda hamda bir xil kapitallik qilyapti. Xuddi biz deymizga hamda yesh kichik bo'lgan bizga nisbatan martabalar cho'ng deb qo'ymizga hamda. Shunga o'xshash hamda. Bu az bo'lsa o saz narsa demakchi. İnnel kirame kathirun fil biladi ve in qallu. Yani isil kishilar jutda az olsun ular ko'p o'xshashadi. Ko'p hisoblanadi. Kama gayruhum kullun ve in kathuru. Nasar kishilar ko'p bo'lsa-mu uning vazni yo'q, az hisoblangandek. Saz kishilar az bo'lsa-mu buning vazni bor. Vallohu a'lam bis-savab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin.